hozir mana shu kofeni olib turib kompyuterimni ustidan quyib yuborsam ahmoq ekansan deysizlar. Yo bo'lmasa kompyuterni ayab sekingina yopmasdan qattiq bor kuchim bilan yopib sindirib tashlasam pul topib aql topmagan deyishinglar mumkin, to'g'rimi? Chunki bu narsa pul turadi. Qimmat narsa, boshqa narsalarga ishlatsa bo'ladi, texnologiyada, to'g'rimi? Lekin bu kompyuterdan ko'ra juda ham murakkab bo'lgan va qimmat bo'lgan mana bu boshimizni shunchaki ko'tarib yuribmiz. Siz miyamiz qanday kuchlarga qodirligini bilasizmi? Taxminan ha deyishingiz mumkin, lekin to'liq bilmaysiz. Olimlar miyani hali ham o'rganishadi va oxiriga yetishmagan, 100% tushunishmaydi. 86 milliard neyronlar mavjud miyamizda. Bilasizmi bu nima degani? Bu osmonga qaraganingizda ko'rinadigan yulduzlarning soni bilan teng. Butun koinotni miyamizda sig'dirib olib yuribmiz. Va hattoki biz dam olayotgan paytimizda, uxlayotgan paytimizda ham miyamizda ishlashi hisobiga elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu 20 vattga teng. 20 vattli chiroqni yoritishga yetadi. Olimlarning aytishiga qaraganda, bizning miyamiz 1 million gigabayt xotiraga ega. Siz hali ham xotiramda hech narsa turmaydi-da, kichkinalashib ketganini o'ylayapsiz. Bilasizmi, bu xotira taxminan 300 millionta rasm yoki 3000 yillik YouTube'dagi videolarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu xuddi kimdir ancha yildan beri shug'ullanib 100 kilo 200 kilo toshni ko'tara oladi-da, siz biror marta shug'ullanmagansiz va 40 kilolik tosh ham sizga og'irlik qiladigan, ya'ni miyamizni rivojlantirishimiz yoki rivojlantirmasligimizga bog'liq. Biror bir yangi narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, to'xta, o'xshamaydi, sinasan, bankrot bo'lib ketasan, qo'y deydigan xayollar keladi-yu. Bu miyamizni o'zini o'zi himoya qilish tizimi. Ba'zida bu foydali. Qo'rquv tabiiy narsa. Qo'rquv orqali biz o'z jonimizni saqlab qolamiz, lekin ba'zida bu narsa o'sishimizdan, rivojlanishimizdan ham orqaga tortadi. Lekin xushxabar. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Har safar yangi narsa o'rganganingizda, yangi ma'lumot olganingizda yoki biror bir narsani so'z, misol uchun biror bir tildan so'z yodlaganingizda miyada har xil yo'llar qurila boshlaydi va bu yo'llar ko'payib rivojlanish sodir bo'ladi. Ba'zi odamlar miyasi super kompyuterda ishlaydi. Misol uchun Kim Pik degan odam bor. Miyasi shunaqa zo'r ishlaydiki, 12 mingta kitobni yoddan bilgan. Oldingi ulamolarimizga qaraydigan bo'lsak, bunday holatlar juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin. Ha, ular boshqacha bo'lganda deb qo'yamiz. Misol uchun bir savdogar sizdan ko'ra hisob-kitobni tezroq qilishi mumkin. Og'zingiz ochilib qoladi. Bunga sabab u tug'ma shunday tug'ilganmi? Yo'q. Bu doimiy mashqlar. Doimiy mashq orqali siz miyangizni rivojlantirishingiz mumkin. Juda ham siqasi chiqib ketgan gap-a. Har kuni hamma reelda, videoda bir kunda 3-4 marta ko'rishingiz mumkin. Bilasizmi? Mana shu kompyuter orqali faqat Wordda yozib, Paintda rasm chizsa ham bo'ladi. Yoki bu kompyuter nima uchun chiqarilgan bo'lsa, o'sha maqsadda ishlatib ko'proq foyda olsangiz ham bo'ladi. Bu faqat siz buni nimalarga sarflashingizga bog'liq. Agar sizga video ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyalarda izoh qoldiring. Keyingi videomiz miyani rivojlantirish uchun 5 ta yo'l haqida. 5 ta.